Lovers. Xayrli kech, Shahzoda Teodor. Xayrli kech, mening sevimli opam. Qiziqarli. O'zingizni tutishingizga qaraganda bu manligimni bilgansiz. Agar gapingiz bo'lsa, qisqa qilishingizni so'rayman. Ertalabki mavzudan boshlasak. Siz mening katta akamni yaxshi tanimaysiz, shundaymi? Unday bo'lsa, men sizga u haqida aytib beraman. Akamning o'ylashicha, odamlarni o'ldirish bu shunchaki oddiy narsa. U shunaqa odam. Buni yaxshi bilaman. Arnold Hayen boshqa mamlakatlarda ommaviy qirg'inlarni sodir etgan va mamlakatni bosib olgan. Ha, albatta. O'sha urush vaqtlari haqida gapiradigan bo'lsam, Aynan nimani nazarda tutyapsiz? mening akam o'z onasini shafqatsizlarcha o'ldirgan. Qo'rqinchli hikoya, shundaymi? Axir qaysi yaxshi odam o'z onasini o'ldiradi? Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bir kun kelib siz ham o'lasiz. Bundan qo'rqishim kerakmi? Shaxsan men hammasini bilib turib, uning turmush o'rtog'i bo'lishga rozi bo'lganman. Telegramdagi Ayni Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr. Birgalikda Telegramdagi Ayni Lovers kanalida maroq ila tomosha qilamiz. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etdi Nezuko, Tamioka, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Begzod Taiming Itachi. Hamma tayyor bo'lsa, anime sara olg'a. 僕らは似た者同士さここでないどっかへ運命のその糸断ち切れねえもっと自由に大胆に遊べ今を1秒でも書き換えて願ったら今日という朝から新たな光が始まる目の前に凛と灯ったその全てを一つのバスで透明なショート誰かのメロンで濁すなピリオドの先へ貫け未来はきっと変えられるからMen nima deganlarimni eshitdingizmi o'zi? Bundan hayratda emasman. U onasidan tashqari bir kun kelib otasini ham o'ldirib taxtga ega chiqadi. Siz hech narsani tushunmayapsiz. Akam yuraksiz va toshbag'ir odam. Suhbatimiz tugadi deb o'ylayman. Qolgan gapni akangiz bilan gaplashing. Aka? Nega akam bu yerda? Bu tushunmovchilik. Bular siz o'ylagandek emas. Hammasi tushunmovchilik. Teodor. Adashmasam Rishidan uzoqroq yurishingni buyurgandim. Kechirasiz, aka. Ketishing mumkin, Rishi. Lekin janob oliylar ukangiz bilan gaplashib olishingiz kerak. Buni hojati yo'q. Lekin, Rishi. xo'p, Haqiqatdan ham o'ylaganimdek bo'ldi. Opaginam. Yana bir bor kechirasiz, aka. Boshqa sizning keliningizga yomon gaplar aytmayman. Yana bir bor xayrli tun. Sizni yana yaqindan ko'rganimdan xursandman. Buni senga ham aytgandim. siz haqingizda gap ketganda bundan xabarsiz qolishingizni istamagandim. Sizga buni aytishni boshqa yo'lini topa olmadim. Ha. Men senga yubormagan xatim uchun javob oldim. Bu voqeani kutish meni aqldan ozdirardi. Kelganingiz uchun katta rahmat. Nima bo'ldi?
Nima uchun odamlar sizni bunchalik shafqatsiz deyishadi? Ehtimol bu haqiqat bo'lgani uchundir. So'nggi urushda juda ko'pchilik insonlarning hayotiga zomin bo'lgan bo'lsangiz-da, saroyga kelib sizni qanchalar e'tiborli va mehribon ekanligingizni tushundim. Senga juda ham ko'p muruvvat ko'rsatganga o'xshayman. Bu saroyda omon qolmoqchi bo'lsang, bu kabi sodda fikrlashdan voz kechishing kerak. Men eshitganlarimga emas, ko'rganlarimga ishonaman. Jang maydonida meni ko'rmasdan turib nima deyotganingni bilmaysan. Menga qilgan munosabatingizni yodga olsam, jang maydonidagi muhim emas. Meni kuldirma. Men sendan foydalanish uchun shu yerga olib keldim. Shunday bo'lsa ham, men sizni hech qachon shafqatsiz qotil sifatida ko'rmayman. Azizim. Bu yana nimasi? Qanday qarorlarni o'zingga berkitgansan? Qarorlar nima? Ba'zan bularni seni ko'zlaringda ko'raman. Bu ko'zlarda jang maydonida turish istagi bor. Ular sodiqligini isbotlash uchun hatto o'lishga tayyordek. Senda shunday ishonchga to'la ko'zlar yashirin. Hatto shu holatda ham omon qolish to'g'risida o'ylamayapsan. Buning uchun so'nggi lahzagacha kurashishga tayyorsan. Men uchun urush maydonini qaysi lahzasi bo'lishidan qat'iy nazar, bu kabi insonni yo'qotishdan qo'rqqan bo'lardim. Chindan ham u kimnidir yo'qotishdan qo'rqadigan insonmi? O'lishdan qo'rqmayman, lekin o'limimdan oldin erishishni xohlagan orzularim ko'p. Har tong uyg'onganimda shu orzularga bir qadam yaqinlashishni istayman. Lekin ba'zida juda qo'rqaman. Qo'rqasanmi? Haqiqat shundaki, kelajakdagi o'limimdan emas, hozirgi yashayotgan hayotimdan xavotirdaman. Shunchaki o'limim orzularimdan keyin bo'lishini xohlayman. Tushunmayapman, nahotki qalbimda shunday tuyg'ular bor. Qo'rqqanim bilan hech narsa o'zgarmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham bir qarorga keldim. Hayotim qanday kechishidan qat'iy nazar, undan qochishni istamayman. Men shunchaki endi sizning xotiningiz sifatida yashashga qaror qildim. Bundan ortig'i emas. Sen ahmoqsan. Men hayolim bo'lishga qaror qildingmi? Bunga majbur emassan. Kecha nimalar qilib qo'ydim-a? Lekin Men hayolim bo'lishga qaror qildingmi? Bunga majbur emassan. u nimani nazarda tutdi? Rishi xonim, siz yana uxlamadingizmi? Bugun ham yordam berasizmi? Elsi, Anchadan beri ishlayapsiz. menda hammasi yaxshi, xavotirlanma. Shunday deganim bilan, lekin biroz charchaganman. Juda yorqin va silliq. Bu men o'ylab topgan yangi mahsulot. Senga yoqdimi? Balki u yerda o'tirib turarsan. Sharqda tirnoqlarni gullardan olingan bo'yoqlar bilan bo'yashadi. Men tirnoqlarni yanada mustahkam bo'lishi uchun ba'zi dorilarni qo'shdim. Shu yo'l bilan yanada go'zal va zamonaviy bo'lishimiz mumkin. Bu tirnoqlarimni mustahkamlaydimi? U ish qilganimda bo'linib ketishi mumkin. Tirnoqlaring sinishini ancha oldini oladi. Lekin avvalo go'sht va baliqni ko'proq iste'mol qilgan afzal. Go'sht, baliq. Eslab qoldim. Endi maoshimdan bunday narsalar uchun foydalanaman. Elsi, axir seni oilang... Ha, mani oilam kambag'al.
Men ukam va singlimni boqish uchun ishlashim kerak. Demak, bu davlatda ildizigacha qashshoqlashgan oilalar ko'p. Elsinikiga o'xshashlari esa anchagina ko'p. Bu juda chiroyli. Men hech qachon bunday yorqin narsani ko'rmaganman. Yaxshi ko'rgan ranging qaysi? O'shandan sovg'a qilaman. Bu mumkin emas. Buni qabul qila olmayman. O'zim ushlab turishim kerak. Shart emas. Qo'ysangchi, Elsi agar bundan foydalansang xursand bo'laman xolos. Xo'sh, qaysi rang? To'g'risini aytsam, hamma rang senga yarashadi, lekin o'zing tanlaganing yaxshi. Elsi. Nima bo'ldi? Biror yeringni og'ritdimmi? Xursandman. Men sizga qanday rahmat aytishni ham bilmayman. Men juda ham xursandman. Elsi. Mana oilam juda kambag'al va bizda kiyimlar har doim yirtiq bo'lgan. Biz hech qachon zamonaviy kiyim olmaganmiz. Aylanishga ham chiqa olmaymiz. Rishi xodim, xizmatkoringizga bunchalar mehribonsiz. Juda xursandman. Har bir qiz malikalardek baxtli yashashga haqli. Baxtni esa shunday kichik narsalar bilan his qilsa ham bo'ladi. To'g'ri, hozir men savdogar emasman. Hozir men mamlakat ayollari qattiq mehnat tufayli tirnoqlarini asray olishmaydi. Inson didiga qarab turli ranglarni tanlaydi. Kichik idish esa qulaylik uchun. Juda ham ajoyib. Bu buyumlarni qaysi daho o'ylab topdi? Ishonchim komilki, ko'p ayollar bundan xohlashadi. Kompaniya bu ish bilan shug'ullanishiga iltimos ijozat bering. Janob, targ'ib qilishni hozir boshlasak-chi? Birozgina shoshmang. Agarda bu mahsulot bizga ishonib topshirilgan bo'lsa, biz ularni juda ham yuqori narxlarda sotishimiz mumkin. Lekin menimcha Rishi xonimning fikrlari mutlaqo boshqacha shekilli. Ha, mahsulotni talaba oshishi uchun uni arzonroq qilmoqchiman. Bu 3 yil oldingi shahzoda Arnold tashkil etgan eng kam ish haqi haqidagi hujjat. Hammasi tushunarli. Demak, bu siyosat shahzodaga tegishli ekanda. Biroq bu kabi ne'matdan foydalanish imkonini ish topa oladiganlargagina ishona olaman. Yaxshi. O'zingiz aytganingizdek, bu mahsulotni qimmatga sotmoqchi ekanligingiz to'g'ri. Chunki uni yaratish uchun qancha ishchi kuchi talab qilinadi. Lekin bir taklifim bor. Buni tinglashimga ijozat bering. Kambag'al oila a'zolarini ishga yollaymiz. Agar shunga va'da bersangiz, bu bo'yoqni yaratish texnikasini siz bilan bo'lishaman. Qanday ajoyib taklif. Biroq sizdan hafsalam pir bo'ldi, Miss Rishi. San iflos. Qanday qilib beadablik qilasan? Hammasi yaxshi. Agarda xayriya qilmoqchi bo'lsangiz, iltimos kasbim o'zgarishini kuting. Ruhoniy bo'lganimda bu haqida o'ylab ko'raman. O'zingiz bilasiz, buni biznes taklif deyishadi. Urushdan keyin mahsulotlarning narxi Galxen tomonidan keskin oshirildi. Shu tufayli odamlar daromadi oshdi va ularning isrofgarchilik hayoti yanada kuchaydi, to'g'rimi? Ha, lekin xalqning hamma qismi ham bundan foydalana olmaydi. Aytmoqchimanki, qirollikning oddiy odamlari ham bu imkoniyatdan foydalana olishmaydi va kun kelib bu soliqlarning tushib ketishiga sabab bo'ladi. Aytmoqchimanki, biz hammamiz bu iqtisodiyot deb ataluvchi siklning ichida bir xil taqdirga ega bo'lamiz. Bu bilan o'zi nima demoqchisiz? Boyliklarni bir joyda saqlash orqali u joyda mulkchilikni yaratib bo'lmaydi. Bunday holda biz ularni kambag'allar bilan baham ko'rishimiz kerakmi?
Ancha yil oldin bir inson menga aytgandi. Birinchi darajali savdogarlar mijozlarini tanlay olishadi. Lekin nega biz mijozlarimizni tanlash o'rniga ularning o'zi bizni izlashiga yo'l qo'ymaymizmi? Menga bu juda ham yoqdi. Demak, aytishingiz bo'yicha mijozlarni tanlash emas, ularni rivojlantirish kerakmi? Bu nima degani? Agar xarob aholisi daromad olishni boshlasa, ular bizni mijozlarimizga aylanadi. Xaridorlar soni ortishi savdo hajmi kengayishiga olib keladi. Bu yerda yashirin motivatsiya. Kompaniyangizni barcha mahsulotlari ajoyib. Bozorlarda mijozlar talash qilib oladigan mahsulotlarning asosiy qismi Aria kompaniyasiga tegishli. Bularning Demak, barchasi ularning juda xayoli ham faqat ajoyib pulda, eshitiladi. ya'ni o'z bozorlarini yaratishda. Men bu mamlakatni ularni bozoriga aylanishini xohlayman. Rostini aytsam, ikkalangiz Hozir men malika sifatida qo'limdan keladigan yagona ish oddiy xalq uchun farovon hayotni ta'minlashdir. Siz uchun beradigan takliflarimning barchasi shulardan iborat edi. bu yomon taklif emas. Men o'z qonun qoidalarimga amal qilishimni oldindan ko'rgandeksiz. Ammo Miss Rishi, siz hali ham yetarli darajada emassiz. Sizni xatti-harakatlaringiz juda ham jiddiy. Bizni kompaniya bilan ishlashni juda xohlayotgandeksiz. Men bu xohishdan esa o'z maqsadlarim yo'lida istalgancha foydalanishim mumkin. Bu esa sizga zarar keltiradi. Janob, oshirib yuboryapsiz. Endi men taklifingizdagi bir qancha xatolarni topishni boshlayman. Menga o'xshaganlar taklif qilganda so'zsiz buni qabul qilishingiz ahmoqlikdir. Biz bir necha marta uchrashganmiz, shundaymi? Meni juda ham yaxshi tushunishingizdan men xursandman. Iloji boricha mendan foydalanmasligini xohlardim, lekin Va nihoyat xonim o'zini tuz kartasini ko'rsatdi. Janob, Qanaqasiga? Bu sizda qanaqasiga mavjud? bundan afsusdaman. Ma'lumotlarni qo'lga olish uchun martabamdan voz kechishga qaror qildim. Sizni singlingiz Aria va uning tuzalmas kasalligi. Ariya to'g'risida ma'lumotga egaligingizga hech qanday shubham yo'q. Unga mos keladigan shifokorni topish uchun butun olamni aylanib chiqdim. Ayni vaqtda shaxsiy bog'imda o'simliklar yetishtiraman. Mana shu qog'ozda yozilgan o'simliklardan tayyorlangan dori Ariyaning kasalligiga davo bo'la oladi deb ayta olaman. Bu o'simliklar esa sharqiy mamlakatda o'sadi. Agar u bu doridan 1 yil davomida ichsa, sog'ayishi turgan gap. Meni sizga ishonadi deb o'ylaysizmi? Siz hech qanday shifokor ham O'sha emassiz. kecha uchrashganimizda sizga bergan dorim sheriklaringizga ta'sir qildimi? Hammalari uyg'onganda iltimos bu dorini ularga ichiring. shunday qilib, men dahshatli emas bo'lib qolgan edim, lekin buni ichkish darhol o'zimga keldim. Chunki buni ishonib ichgansiz. Eng yaxshi savdogar mijozlarni o'zi tanlaydi. Men o'zim aytgan bu gapga hamma bo'ysunib kelardi. Siz esa meni o'rnimga tushdingiz, Rishi xonim. Hozirgacha bu manyovrlarni hammasi men sizni tanlashim yoki tanlamasligim to'g'risida edi. Ammo endi men sizni tanlashdan boshqa choram yo'q. Janob, Yolborib so'rayman. Istasangiz menga tegishli bo'lgan barcha narsani oling. Faqatgina bu dorini menga bering. iltimos meni noto'g'ri tushunmang. Men sizga o'simlik va dori tayyorlash usulini o'rgataman. Singlingizdan foydalanish niyatim yo'q. Lekin tushunishingizni so'rardim. Kambag'al oila a'zolari ham yaxshi yashashga haqli axir. Kambag'allik tufayli yosh aka-ukalar ishlashga to'g'ri keladi va hattoki opa-singillar ham va ularning orzulari ham qurbon bo'ladi. Sizga berayotgan taklifimning nozik tomoni shunday edi, xolos. Bilaman, bu biroz qiyin bo'lishini. Lekin iltimos, janob, menga yordam bering.
Men bilan hamkor bo'lishingizni o'tinib so'rayman. Iltimos boshingizni ko'taring, Rishi xonim. Janob, tiz cho'kish shart emas. Savdo bu barcha insonlarga mo'l-ko'lchilik olib kelishi kerak bo'lsa-da, lekin men mijozlar tanlash to'g'risida o'yladim. Bu yerda men yetuk inson emasman. Shu paytgacha xarobada bo'lgan odamlar taqdiri menga hech qanday ahamiyatsiz bo'lgan. Bu meni haqiqatim. Ammo u yerda meni singlim kabi azob chekayotgan bolalar juda ham ko'p. Sizni biznes g'oyangizni mendan anchagina qadr-qimmatli insongina shu kabi chuqur mulohaza yuritishi mumkin. Singlimni eslatguningizgacha bo'lgan barcha takabburliklarimdan uyalaman. Unday bo'lsa siz Shu paytdan boshlab Arya Trading kompaniyasi keyin Tuli nomi bilan siz istagan narsalarni tayyorlaydi. sizga katta rahmat. Xuddi arqonda yurgandek bo'ldim, ancha qiyin bo'ldi. Lekin endi quvonib o'tira olmayman. Keyingi voqealarga tayyorlanishim kerak. Rishi xonim, Hammasi yaxshimi? o'zingizni yomon his qilyapsizmi? Kechirasizlar. Elsiga xabar jo'nata olasizlarmi? Ha. Rishi xonimning ahvoli qanday? Uning ahvoli juda yomon ko'rinadi. Kamil va uning xizmatkori Elsi hozir uning xizmatida. Rishi xonim. Sizning kelishingizni kutgan edik. U biz uchun juda ham qulay va qiyin tanlov bo'ldi. Rahmat sizlarga. Elzi, Kamil. Kelajakni o'zgartirish uchun toj malikasi. Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Nezuko, Tamyoka, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Begzod, Taiming Itachi. Mayligingi qismlarda Telegramdagi Anya Lovers kanalida ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.